Assalomu alaykum, Asilbek Uz kanali qadrli obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda, do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekisli oldida ko'pchilik aka-ukalarimizni talab istaklariga binoan gigant qo'chqorlardan bo'lsa olib boqamiz degan aka-ukalarimizga maxsus videorolik bo'ladi. Ya'ni siz obunachilarimizga 42 bosh velikan gigant qo'chqorlarimizni e'tiborlarga havola etamiz. Albatta video boshidan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, chorvador akalarimizga, mana shunday naslli qo'ylarni izlab yurgan aka-ukalarimizga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar. Qo'ylarda haqiqatdan velikanlari, qo'ying bormi desa bor deydigan variantdagi qo'chqorlarimizni sizlarning e'tiborlarga havola etib boramiz. Bu qo'ylarimiz, hurmatli obunachilar, 2 tish va 4 tish holatdagi qo'ylarimiz, o'tda gigant polvon qo'ylar. Bu qo'ylarimizni ko'pchilik obunachilarimiz biladi. O'zimni boqayotgan qo'chqorlarim, to'g'risi o'rniga boshqa yangi partiya kelgani uchun bu qo'ylar sotuvga chiqardim. Qo'ylarda emlashlari, yeb ichishlari, hammasi garantiyalari bor. Ya'ni bu qo'ylarimiz to'kma yemda yeb mana shunday holatga kelgan. Bularning ichida urug' bopidan deysizmi, nasl bopidan deysizmi yoki Qurbon hayitgacha boqaman desiz, mana tayyor variantlarni siz obunachilarimizga ko'rsatib boryapmiz. Ya'ni bu qo'ylarimizning soni 42 bosh, hurmatli obunachilar. Tarsillagan, uyda boqilgan nomer 1 dan boqaman degan aka-ukalarimizga tavsiya beramiz. Dastavkalarimiz Toshkent viloyatigacha bor. Xudo xolasa qolgan viloyatlarga kelishamiz. Mana shunday 100 kilo plus minus qo'chqorlarni boqaman degan aka-ukalarimizga bemalol pastda nomerlar qoldiramiz. Bog'lanib aloqaga chiqib, mana shu qo'ylarimizni savdosini qilib olishlaring mumkin do'stlar. Bu qo'ylarimizning soni 42 bosh, hurmatli obunachilar. Yeb ichishlariga 1 hafta garantiya beriladi va bundan tashqari dastavkalarda amalga oshirib beriladi. Xudo xolasa qo'ylarimizning holatini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Agarda bu qo'ylar yaxshi yemasa, mana shunday holatga kelmaydi. Qo'zi 2 tish va 4 tish holatdagi qo'chqorlarimiz. Haqiqatdan go'zallar, mana hurmatli obunachilar. Naslga saqlayman deganlarga nasl boblari ham bor do'stlar. Bemalol telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekisli oldida mana shu qo'chqorlarimiz turibdi do'stlar. Qiziqqan aka-ukalarimiz pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol bog'lanib aloqaga chiqishlaring mumkin. Endi bu qo'ylarni olgandan keyin nima beramiz? Asilbek, nima yem bersa yaxshiroq yana effekt bo'ladi. Ya'ni hozirgi holati 95 kilo bilan 100 kiloni orasida, plus minus qo'yiq suyug'iga, hurmatli obunachilar. Shu 90 kiloni tevasida qo'ylar. Hammasi qo'chqor, bularning ichida pichmasi yo'q, boshqasi yo'q. Bu qo'ylar bug'doy bilan arpa yegan qo'ylar, ya'ni oldiga to'kib qo'yib yegizilgan. Hozirgi kunda bu qo'ylarimiz, hurmatli obunachilar, asha 1 kilo, 1,5 kilo holatda kunlik yemini yeyapti. Bundan tashqari qo'shimcha beda shu kabi o'tlarni, quruq o'tlarni berib turilibdi. Xudo xolasa qo'ylarni o'zlaring ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Mashalloh deb qo'yish yozdan chiqmasin. Mana shunday qo'ylardan 200 ta, 300 tadan boqishlik hammaga nasib qilsin deb qolamiz do'stlar. Janovorlar qarang. Haqiqatda mana xolasalaring kelib so'yib olaman deganlarga qassob akalarimiz ham bemalol kelaverasizlar. Hozirgi holati ham soch tarozisi, kilosi, go'sht yog'i bemalol oqlaydi do'stlar. Qo'ylarning holati ideal. Qo'ying bormi desa bor deydigan variantdagi velikan qo'chqorlarni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana bu qo'chqorlarimiz, hurmatli obunachilar, hattoki urug'qa qo'yga qo'shaman deganlarga ham bo'ylari 90 plus. Mana janovorni qarang. Juda ham go'zallaridan mana, hurmatli obunachilar. Mana shu joyiga bitta like bosib qo'ymasalaring bo'lmaydi do'stlar. Sizlarga ham tavsiya beraman. Xudo xolasa mana shunday qo'ylardan kamida bir 200 ta 300 tadan boqishlik nasib qilsin deb qolamiz. Sababi qo'ylarning holatini qarang, bir-biridan oldilaridan ko'rsataman. Birma-bir mana o'tsinda. Mana do'stlar, qo'ylar nima deyapti? Yaltillashini qarang, bu janovorlarni yaltillashini. Mana qaranglar, mashalloh. Do'stlar, shoshilamiz. Mana bular mana qo'zi hali chizmagan variantlardan, hurmatli obunachilar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekisli oldida bu qo'ylarimizning soni 42 bosh. Agarda qiziqqan aka-ukalar bo'lsa, narxini ham juda ham arzon qilib beramiz. Sababi bu dehqonchilik. Hech qanday savdogarlik sotib olib qo'yilgan qo'ylar emas. Sotib olganmiz oldin, lekin boqqanmiz. Xudo xolasa bizga dehqonchilik deydi gap. Xudo xolasa kelinglar, ko'ringlar, ustida xohlaganingizni tanlang, yoqqanini Xudo xolasa siz obunachilarimizga dastavka qilib beramiz. Agarda bu qo'ylarimizni Qurbon hayitgacha to'kma yem bilan boqadigan bo'lsangiz, Xudo xolasa bu qo'ylar kamida 150 kiloda uradigan holatdagi qo'ylar. Yemni to'kib qo'ysangiz bo'ldi. Hozirgi holati ham qo'ylarimizni idealniy darajada.
Xudo xolasa qiziqqan ukalar bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bog'laninglar, aloqaga chiqinglar, dastlabkilar Toshkent viloyatigacha yetkazib beriladi. Agarda bu qo'ylarni olib yana ozgina boqaman deganlarga mana tayyor holatda, o'sha 1 oy qoldi Qurbon hayitga ham. 1 oy ichida mana shu qo'ylar zo'r daromad keltirib beradigan xonasini chiqarib beradi do'stlar. 42 bosh qo'chqorimizni agarda qiziqqan ukalarimiz bo'lsa, telefon qilinglar, aloqaga chiqib bemalol Xudo xolasa optim narxlarda yetkazib beramiz. Qaramonjoncha haydab boring. Qarang janovorlar. Yana bitta ko'rib qo'ying aka. Mana shu joyiga bitta like bosib qo'ysangiz ham, mashalloh deb qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardik do'stlar. Mana shunday velikanlaridan boqishlik hammaga nasib qilsin. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev tekstil oldida mana shu qo'chqorlarimiz turibdi do'stlar. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, Xudo xolasa siz obunachalarimizga optim narxlarda yetkazib beramiz azizlar. Qaranglar janovorlar. Endi bularda men gapirib, men maqtagandan asosiysi narxida, hurmatli obunachilar. Agarda qo'yig'i suyug'i, arig'i semiz hammasini bir joyda olaman deganlarga 7.600.000 so'mdan ozgina xayrini qilib beramiz. Qiziqqanlar hoziroq pastdagi nomerga telefon qilib aloqaga chiqinglar. 7.600.000 so'mdan to'g'risi bozordan ham bunaqa narxda terib ola olmaysiz. Biz siz obunachilarimizga maxsus video rolik qildik. 7.600.000 so'mdan dehqonchilik varianti, hurmatli obunachilar. Optimga agarda bir qo'rani shunday olaman degan akalarimizga 7.600.000 so'mdan kelaverasizlar. Agarda tanlab olinadigan bo'lsa, uni holatiga qarab turib kelishamiz. Sababi qo'ylarimiz ichida kichikroq variantdagilari ham bor va kattaroq variantdagilari ham bor. Qo'yda oldi 100 kiloda tevasida, hurmatli obunachilar, shu 120-130 kilo atrofidagi holatdagi qo'ylar mana shu qo'chqorlar janovorlar. Emlashlari hammasi bo'lgan do'stlar. Bemalol o'ylanmasdan shunday gazini bosib telefon qilsalar ham bo'laveradi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev tekstil oldi. Asalbek Uz kanali admini siz obunachilarimizga mana shu qo'ylarimizni tayyor holatga yetkazib chiqardik do'stlar. Qiziqqanlar telefon qilinglar, siraz baraka qilib boramiz. Bemalol Xudo xolasa uyingizga yetkazib beramiz. Tanijoni sog'liklariga garantiyalar beriladi. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar. Biz Xudo xolasa mana yangi videolarni boshladik. Xudo xolasa kunda yangiliklarni chiqarib borishga harakat qilamiz azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning kanalimizdan aslo yiroqlashmangizlar. Omon bo'lingizlar. Janovorlar. Mana qarang, yaltilashini janovorlarni, hurmatli obunachilar. Haqiqatdan qo'ying bormi desa, bor deydigan variantdagi qo'ylar mana. Mashalloh deb qo'yasizlar mana shu joyiga mana. Gigant velikan qo'zi qo'chqorlar va 2 yashar chog'ri qo'chqorlar do'stlar. Go'zallikni qarang, go'zal dumbalari, razrezlari, hamma yog'i kelgan qo'ylarni janovorlar. Qarang akalar. Sog' bo'linglar do'stlar. Bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa hammani qo'rasiga mana shunday qo'ylardan nasib qilsin. Kamida 100-200 tadan boqishlik.